Odil podshoh. Qadim zamonda bir podshoh o'tgan ekan. U podshohlik qilgan davrda bir kishi boshqa bir kishidan yer sotib olibdi. Yer sotib olgan kishi yerni shudgor qilayotganida bir ko'za oltin chiqibdi. U kishi yer sotgan kishiga aytibdi: "Sotgan yeringdan bir ko'za oltin chiqdi. U seniki, olgin. Men sotmasimdan ilgari yerni shudgor qilganimda hech narsa chiqmagan edi. Bu sening nasibang", debdi u ham. Ikkovi tortishib qolibdi. Podshoh huzuriga boribdilar va bo'lgan voqeani aytib berishibdi. Podshoh ularning insofiga qoyil qolibdi. Podshoh vazirlardan bu oltinlarni nima qilish kerakligi haqida so'rabdi. Shunda bir vazir: "Yerdan topilgan oltin podshohniki bo'ladi", debdi. Bu gapni eshitgan podshohning g'azabi kelib, vazirini saroydan haydab yuboribdi. U shunchalar odil podshoh ekan, podshoh u ikki kishidan farzandlari bor yo'qligini so'rabdi. Yer sotgan kishi bir o'g'il borligini, yer olgan kishi esa bir qizi borligini aytibdi. Podshohning qiz bilan yigitni uylantirib qo'yish haqidagi fikri ularning otalariga ham ma'qul kelibdi. Keyin to'y bo'libdi. To'yda podshoh o'sha bir ko'za oltinni ularga beribdi. Yigitning ismi Horun, qizninki esa Salima ekan. Yigit bilan qiz uyda suhbatlashib o'tirganliklarida Salima shunday debdi: "Horun, bir gap aytsam rozi bo'lasanmi?" "Ayta qol", debdi Horun. "Ota-onalarimiz olamga oltinlarni biz olamiz. Ota-onalarimiz olmagan oltinlarni biz olamizmi? Biz ham olmaylik, shu oltinlarni qaytarib beraylik", debdi Salima. Bu gap Horunga ham yoqibdi. Ular podshoh huzuriga borib oltinlarni qaytarib beribdilar. Podshoh bularning aqliga qoyil qolibdi. Podshoh vazirlarini yana yig'ib bu oltinlarni endi nima qilish kerakligini maslahatlashibdi. "Bu oltinlarni o'sha yerga qaytib ko'mib qo'yish kerak", debdi vazirlardan biri. "Bu oltinlarga har xil mevali ko'chatlar sotib olib yaxshi yerga ekish kerak. Ularni parvarish qilgan odamlarga ham shu oltindan haq to'lash kerak. Bu daraxtlar mevaga kirganida uni yetim yesirlar, g'ariblar yeb yuradilar", debdi yana bir vazir. Podshohga bu gap ma'qul tushibdi va oltinlarning hammasini shu vazirga beribdi. U har xil mevali daraxtlardan sotib olib eng yaxshi joylarga ektiribdi. Bir necha yildan keyin bu daraxtlar mevaga kiribdi. Haligi vazir podshohni va butun xalqni chaqirib ziyofat qilib beribdi. "Bu mevalarning hammasi yetim yesir g'ariblarniki", deb xalqqa e'lon qilibdilar.